Erjonim lavash yegim kelyapti, zakaz qilamizmi deydi. Voy, men sizga hozir 15 minutda sochini chiqadigan lavash tayyorlab beraman deb lavash tayyorlashni boshlavordim. Mol go'shti yoki tovuq go'shtini shunaqa parak-parak qilib kesib yaxshilab qovurib olasizlar. Ustiga zirra, tuz, so'yib solib, bir aralashtirib ustiga suv solib dimlab qo'yamiz. Go'shtimiz yaxshilab pishguncha ungacha narsalarni tayyorlab olamiz. Pomidor kesib olasizlar, sir xohishga ko'ra, solsanglar ham solmasanglar ham bo'ladi. Lavashimizni sochni qiladigan sousini tayyorlab olamiz. Bitta chesnokni cho'rkadan o'tkazib olasizlar, mayonez solasizlar. Meni uyimda mayonez yo'q ekan, shunaqa sous soldim. Bitta sho'rbodiringda mayda kubikcha qilib to'g'rab olamiz. Uni ham sovoramiz. Qovurilayotgan go'shtimizni suvidan ham 3-4 qoshiq solasizlar. Mana sousimiz ham tayyor bo'ldi. Endi lavashimizni yig'ishni boshlaymiz. Xohlagan lavash xamiringlardan foydalansanglar bo'ladi. Men shunaqa kichkina dumaloqdan foydalandim. Videoda ko'rsatilgandek masalliqlarimizni shunaqa ketma-ketlikda sovolamiz va lavashimizni yaxshilab zich qilib o'rab, xohlasanglar skоворodkada, xohlasanglar tosternicada orqa oldin yaxshilab qizartirib olamiz. Mana bizning sochni bo'lgan lavashimiz ham tayyor bo'ldi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, menga podpiska bosib qo'yishni unutmang.